O'zi o'g'lim nima sportga qatnashadi? Karategami, futbolgami? Assalomu alaykum ustozi. O'zingmi? Men o'g'lim Azamat, sen shogirding ekandi. Voy, Azamat, sen o'g'lingmi? Sinfdosh. Men o'g'lim pulni beraman dedim, o'zimizga kelsa keyin sabab chiqarib yuboraman. Bo'ldi gap yo'q, 1000 yil bo'lib ko'rishmayapkan. Nima qo'lsan qatlab yuribsan? Men 5-6 tochka bizneslar qilish ekanman-da, bir kun Dubayda, bir kun Turkiyada aylanib. Men emas. Biznes qilasizmi? O'rtasini kushyapti. Mayli, pulidan xavotir olma, men o'zim hal qilaman. Bu bola yoshligida ham shunaqa aravan quruq qochardi, hali ham o'zgarmabdi. O'zi o'g'lim nima sportga qatnashadi? Karategami, futbolgami? Assalomu alaykum ustozi. O'zingmi? Men o'g'lim Azamat, sen shogirding ekandi. Voy, Azamat, sen o'g'lingmi? Sinfdosh. Men o'g'lim pulni beraman dedim, o'zimizga kelsa keyin sabab chiqarib yuboraman. Bo'ldi gap yo'q, 1000 yil bo'lib ko'rishmayapkan. Nima qo'lsan qatlab yuribsan? Men 5-6 tochka bizneslar qilish ekanman-da, bir kun Dubayda, bir kun Turkiyada aylanib. Men emas. Biznes qilasizmi? O'rtasini kushyapti. Mayli, pulidan xavotir olma, men o'zim hal qilaman. Bu bola yoshligida ham shunaqa aravan quruq qochardi, hali ham o'zgarmabdi.